Kaptarvoz degan ajoyib bir haq Yaqub. Ketek bilan atmosfera ularga shu qadar xushalliqlarni bag'ishlaydi-ki, ay yulduzlar xeli bir ishlarni qilaversa-mu, sen osmonga unchalik berilib qaramasliging mumkin. Bir kaptarning gapi boshlandimi, avval uning ota-onasining isil hislatlari bayon qilindi. Andin bir kuvakda apredi bo'lgan ojiz singillari, hatto yiroq shiram tuqqanlargacha hikoyatlar so'zlanadi. Qaysi xildanning qayerni cho'ngaytirganligiga oid agronomiylik bilimlarmi bo'lmay qolmaydi. Kaptarning tishi erkakligini ayirish ular uchun to'qini ayirgandekla oson. Kaptarga qiziqmaydigan odam ularning paranglarini yarim soat anglasa, o'zini tabiat dunyosining eng bulung'ida yetimsirab yashayotgandek his qilib qoladi. Kichik vaqtimda mahallimizga yaqin dehqon bozorida men shundoq paranglarga qistilib turib ishtirok qilganman. Qo'yib bersa asli bir istedodli kaptarvoz bo'latdim. Hozirmi qanoti bor narsalarning ichida ham xiyoldan qolsa kaptarga qiziqaman. Bir qish vaqti edi-ku deyman. Yaqublar bilan donorning tubiga chiqib atlab sunib o'tatdik. Yaqub Porli deydigan o'zidan cho'nroq bir bola bilan palaxiltib kart o'ynab o'tatdi. Men osmondagi kaptar to'piga qarab o'tirib, ixtiyorsizla lochin deb to'lib etdim. Qo'shni mahallining havo bo'shlig'iga hujum qilgan bir lochin to'pdan bir oq kaptarni so'qib mangan edi. Bizning beshimizdan o'tay deganda Asip kapki shepkisini osmonga shundoq bir pirqirtib otdi. Bu men hozirgacha ko'rgan va anglagan shepkilarning ichidagi eng egiz o'rligini bo'lib, lochinmi bundaq shepkini ko'rib boqmagan bo'lsa kerak, elib mangan kaptarni tashlab etdi. Kaptar o'q tekkan aeroplandek tuvallab mahallining bir yeriga tushib ketdi. Uchimiz buni ko'rib tayyor turgan ovchining ishlaridek etilib yugurdik. Bu qo'shni mahalladagi maxsus sayohat kaptar boqadigan birisining bo'lib, tushib ketgani odatki kaptar emas, balki omadning qimmat bir qushi edi. Men izlab yurib, oxiri uni bir o'g'izning levida ko'rdim. U tasavvur qilganimdami esil edi. Boshlari xamyonaqdek tom, ko'zlari noqutdek yo'g'on, bo'yni qo'shiqning sepidek uzun va inchki, tumshuq degan yo'qla. Basti bayamqi nasliga bosh egmagan holda shu qadar tik, rangining oqligidan atrofidagi qorlar xijil bo'lib erishga boshlab etibdi. Bundaq nasabi ustun bejinilarni lochin so'qib oldimizga tashlab bermasa, bizdeklarning beqish emas, ko'rib olishiga nasib bo'lmaydi. Men kaptarning turqidan mas bo'lib qarab qolgan shu paytda Yaqub sertlalladek yetib keldi. Kaptarni ko'rib, uning ko'zi mushuk oilasidagi hayvonlarningidek tusga kirdi. Men darhol harakatga kelib, atlik bir yerni topdim-da, uningdan burun o'ziga chiqib olganimga xo'sh bo'ldim. O'zida kaptarni cho'chitib etmaslik uchun uningga asta-asta yaqinlashdim. Mana 3 metr qoldi. Nima degan chiroyli kaptar bu? Lochin uning go'zalligidan ayminib tashlab etdim-u nima? Mana 2 qadam, mening bari yo'q 7 ko'k kaptarimni qo'shsa, uning bir tuxumiga yarami? Bir qadam, 2 qo'llab avaylab bosaymi yo bir qo'llab siribla olaymi? Inishgan peti qo'limni opirayotganimda kaptar bir paloqlagandek qildi-yu, o'zin g'oyib bo'ldi. Chatirig'imdan o'tib ketdimi deb burilib qarab ketdim. Uchib ketganda qilmisimi? Osmon palakka qarab to'liq 360 gradus ko'z yugurtdim. Oxiri o'g'zining leviga berib pastga qardim. Yo, nimish bu? Yaqub kaptarni tishlagan peti yomishib tushib ketib boratdi. Men uni o'g'ziga agishib chiqmadi deb xo'sh bo'lsam, bu mening chiqib ketganligimdan xo'sh bo'lib turibdi ekanda. 4 metrcha keldigan bu xamkesak tamga uning yomishib chiqa oladiganligi xiyolimga yetmabdi-ya. Yerimi qolganda u sakrab tushdi-da, kaptarning qo'yniga tiqqanicha uyga chopdi. Saqlam bo'lgan bo'lsa, bu achchig'imda 3dan 1ni yo'lib yetatdim. Lochin so'qolmagan kaptarni bu quzg'un so'qib ketdimi? Ey Yalshari, dedim men o'zidan tushib o'tib. Kaptar mushundaqla Yaqubning bo'lib ketdimi? Keyniga azroq cho'gilib o'tib, ondan oldinga qayta cho'gilisang nim bo'la. Bayamqa vaqt keyniga yongan bo'lsa edi, biroqla tamga yomishadigan gapdi. Men nemishqa o'g'ziga aylanib chiqaman deyman. Ularning yeniga berib, xo'shaqmagandek yog'ochda o'ltirdim. Yaqubning ichidan o'rlab chiqqan kaptar mening ichimni texim o'rlitib. Meni ko'rib, ularning jidili yana qaytadan boshlandi. Shapkini pirqirtib atgan mendiman, dedi Asip uning beligidan qo'yib bermay. Bir seni menga shapkani pirqirtib etib ber dedimi? Dedi Yaqub uning qo'lini shiltib. "Ma'u nimandaq ko'kama?" dedi Asip menga Yaqubni shikoyat qilib. "Sen bir gap qila." Mana shu topda ularning jidilini ayirish tetimdi. "Sizlar shapkining pirqirmaganligini talishib nima qilasizlar?" dedim men xo'shaqmay. "Men shapkamni atqachqa, lochin urkib ketib kaptarni tashlab etdi", dedi u men zarda bilan tushundirib. "Tashlavatsa sen nimishqa olmading", dedi Yaqubmi hurpiyib. "Shapkamni tepkilib ondan olay degichi sen ep bo'lamsa, seni shapkisini tep olsin deb olmay saqlab turdi ekanman-da." "Yaqub", dedi Asip tishlarini g'uchurlatgancha mushtini tugib, "shapka atqinimni ko'rmagan bo'lsang, yili bakam mush atqinimni ko'rib qolsa." "Ota", dedi Yaqub mardonlik bilan uning qo'lini shiltib. Bu turg'uda u yiligo Asip ekan. Dunyodagi barliq kapki-shapkiliklar birlashib chiqsa-mu, qo'rqib qoldigandek emas edi.